Uyda o'tirib ishlaganim sababli tashqariga kamdan-kam holatlarda chiqaman. Ayniqsa hozir chaqaloq bilan bu qiyin masalaga aylanadi. Lekin bugun arzirli sabab bor. Nima sabab ekanligini video davomida bilib olasiz. Qizimni iloji boricha qalinroq kiyintirishga harakat qildim. Endigina chillamiz chiqdi. Biz taqinchoq furnitura do'koniga keldik. Sababi bugun meni Aziza ismli menejerimi tug'ilgan kunlari. Port zakaz qilganda mendan oldin kelibdi. Menejerim kelishlarini kutdik. Do'kon egasi bilan biz allaqachon bir jamoaga aylanganmiz. Sababi kursimga kirgan o'quvchilarga boshlang'ich ish qurollarini yuborish uchun bulardan doimiy ravishda sotib olaman. Ish qurollari haqidagi qo'llanmani profilim shapkasidagi silkadan kirib olsangiz bo'ladi. Nihoyat menejerim Aziza yetib keldilar. Profilimda yolg'iz o'zim ko'rinsam ham, lekin Xrustalboy Farida jamoasi juda ham katta. Mom ahliga oshishi uchun va mehnatlarini qadrlaganim uchun shunaqa tug'ilgan kun tashkil qildik. Sovg'alarni topshirdik, juda xursand bo'lib qoldik. Taqinchoq hunarni o'rganib, siz ham biz yordamimizda daromad topishni xohlasangiz, Xrustal kursining 5-patok qabuli ochilgan. To'liq ma'lumot olish uchun kurs so'zini menga yozib yuboring.